Siz ota-onasiz va sizning yaqinda maktabga chiqadigan farzandingiz bor. Va sizning oldingizda bitta katta savol turibdi. Farzandimni xususiy maktabga bersammikin yoki o'zimizning mahalladagi davlat maktabigami? Agar internetdagi ota-onalarning fikrlarini ko'radigan bo'lsangiz, ular turlicha. Kimdir farzandimni xususiy maktabga berib baraka topdim deydigan bo'lsa, yana kimdir xususiy maktablar odamlarni pulini shilish uchun bitta vosita xolos deydi. Yana kimdir bo'lsa, davlat maktablarida bolalar juda ham ko'p bo'ladi. Navbat meni farzandimga yetib kelguncha dars tugab qoladi deydi. Xo'sh, bu fikrlar qanchalik to'g'ri va qanchalik asosli deb o'ylaysiz? Sizni farzandingiz uchun qaysi maktab eng yaxshisi? Xususiymi yoki davlat maktabimi? Bu savolingizga ham videoni oxirigacha ko'rsangiz javob topasiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Xo'sh, bu borada ilmiy tadqiqotlar nima deydi? Keling, hissiyotlarni, his-tuyg'ularni bir chekkaga surib, faqatgina raqamlar bilan gaplashamiz. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xususiy maktabga boradigan farzandlarning ilmi ko'proq bo'lishi, ya'ni yaxshiroq bo'lishligi bu faqatgina xususiy maktabning o'ziga bog'liq emas. Bu yerda ota-ona omili birinchi o'rinda turadi. Ya'ni farzandini xususiy maktabga beradigan insonlarning ko'pchiligi ko'pincha oliy ma'lumotli, daromadi yaxshi va farzandini ilm olishligi uchun o'zi ko'proq vaqt ajratadigan insonlar bo'ladi. Ya'ni u shunchaki farzandini xususiy maktabga berib qo'ydi, bo'ldi emas. U farzandini ta'lim olishiga o'zi ham vaqt ajratadi va e'tibor qaratadi. Aynan shuning uchun ham test natijalarida ko'proq xususiy maktabda o'qigan bolalarning test natijalari davlatnikiga qaraganda yaxshi chiqadi. Bu yerdagi asosiy farq xususiy yoki davlat maktabida emas, ota-onaning farzandni ilm olishiga bo'lgan e'tiborda. Amerika Qo'shma Shtatlari ta'lim statistikasi markazining rasmiy tahlillariga qaraganda holat umuman boshqacha. Ya'ni u yerda oilaning muhiti, kelib chiqishi, o'qimishli yoki o'qimishli emasligidan qat'iy nazar, xususiy maktablarga qaraganda davlat maktablaridagi ta'lim statistikalari ancha yuqori turadi. Ya'ni davlat maktablaridagi o'quvchilarning bilim doirasi xususiy maktabdagilarnikiga qaraganda ancha yuqori turadi. Ya'ni bu yerdan bitta narsani bilib olsak bo'ladiki, xususiy yoki davlat maktabi emas, bu yerdagi bolani o'rab turgan muhit muhim ekanligini shu yerdan bilib olsak bo'ladi. Qanchalik bolani atrofidagi muhit bilimga chanqoq bo'ladigan bo'lsa, bola ham bilimga chanqoq bo'lib o'sadi. Yana bitta e'tibor qaratishimiz joiz bo'lgan bir jihat bor. Ya'ni sinfdagi o'quvchilarning soni. Agar qanchalik sinfdagi o'quvchilarning soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'qituvchi ularga individual vaqt ajratishga vaqti yetmaydi. Qanchalik o'quvchilarning soni kamroq bo'ladigan bo'lsa, o'qituvchi ular bilan ko'proq vaqt ishlashga muvaffaq bo'ladi. Ya'ni sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, bu xususiy maktab bo'ladimi, davlat maktab bo'ladimi, bitta sinfda qanchalik bola ko'p bo'ladigan bo'lsa, uni yaxshi va sifatli ta'lim olishi shunchalik pasayadi. Qanchalik o'quvchilar soni kam bo'ladigan bo'lsa, uni yaxshi va sifatli ta'lim olish ehtimoli oshadi. Xulosa qilib aytganda, tadqiqotlar bizga shuni ko'rsatadiki, biz farzandimizni xususiy maktabga beramizmi yoki davlat maktabiga beramizmi, baribir bizni uni ilm olishiga bo'lgan munosabatimiz o'zgarmas ekan, farzandimizni ilm olishga bo'lgan munosabati o'zgarmaydi. Ya'ni siz o'zingizni uyingizdagi muhitni o'zgartirasiz, keyin farzandingizni ta'lim olishga bo'lgan munosabati o'zgaradi. Ya'ni telefon o'rniga kitobni tanlaysiz. Shunda farzandingiz ham kitob o'qiydigan birisi bo'lib yetishadi. Xullas shunaqa. Oldin uydagi muhitni to'g'rilaymiz, keyingina farzandimizni qaysi maktabga berishimiz kerakligi haqida bosh qotiramiz. Statistika o'z yo'liga. Ana endi real hayotga qaytamiz. Ya'ni shu paytgacha o'z farzandlarini xususiy maktabga ham, davlat maktabiga ham berib ko'rgan va ularning ikkalasini orasidagi farqni real hayotda o'z tajribasida o'tkazib ko'rgan odamlarning fikrlarini eshitamiz. Ketdik. Xususiy maktab tarafdorlarining fikrlari quyidagicha. Sinfdagi o'quvchilar kam bo'lganligi uchun o'qituvchi o'quvchini yo'qotib qo'ymaydi. U bilan individual ishlashi juda ham oson bo'ladi va bolani bilim ko'nikmasi yana ham yaxshi rivojlanadi. Undan tashqari, maktabda odob, axloq, bir-biri bilan munosabatda juda ham yaxshi muomalada bo'lish bolalarga uqtiriladi. Va undan tashqari xususiy maktablarda juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Chet tili, sport, ijodiy to'garaklar va eng asosiysi bu yerda byurokratiya, ya'ni qog'ozbozlik juda ham kam bo'ladi va ishingiz tez bitadi, deyshadi xususiy maktabning tarafdorlari. Xo'sh, xususiy maktabdan noroziligini bildirgan oilalar nima deb fikr bildirishgan? Ularning fikrlari quyidagicha. Biz juda ham katta pul sarfladik, lekin natija davlat maktabinikidan farq qilmayapti. Ba'zi bir boy oilalarda bo'lsa vaziyat bundan-da jiddiy.
farzandlarda turli xil illatlar paydo bo'lgan. Dangasalik, har xil sintetik vositalarga o'rganib qolish va boshqalarni o'zidan past ko'rish kabi illatlarni ular o'z farzandlarida ko'rishni boshlashgan. Ko'p xususiy maktablarda hammasi ham reklamadagidek emasligini, faqatgina nom bor, sifat yo'qligini ta'kidlashgan. Xo'sh, davlat maktabi tarafdorlari nima deyshadi? Ularning fikri quyidagicha. Bir sinfda turli ijtimoiy qatlamdagi bolalar o'qiydi. O'shaning uchun ular hayotga tezroq tayyor bo'lishadi. Va ularning ikkinchi keltiradigan sabablari biz xususiy maktabga beradigan pulni bolani qo'shimcha repetitorga sarflaymiz. O'shanda samaraliroq bo'ladi sarflagan pulimiz deyshadi. Va uchinchisi, eng ko'p muvaffaqiyatga erishgan insonlarning hammasi ko'proq davlat maktablarida o'qigan. O'shaning uchun muvaffaqiyat xususiy maktabga bog'liq emas, insonning o'ziga bog'liq deyshadi. Xo'sh, davlat maktablari ham ideal emas. Ayniqsa O'zbekistonda juda ham ko'p kamchiliklar topiladi va aynan davlat maktabidan norozilarning fikrini endi ko'rib chiqamiz. Ularning fikri quyidagicha. Sinfda o'quvchilar juda ham ko'p bo'ladi. O'shaning uchun o'qituvchi har bittasiga darsni tushuntirishga vaqti ham, fiziki imkoniyati ham yetmaydi deyshadi. Va undan tashqari o'quvchilarga uyga vazifa juda ham ko'p beriladi. Shuning uchun o'quvchi bosim ostida qolgandan keyin uni ilmga bo'lgan motivatsiyasi juda ham tushib ketadi. Natijada ilm olishga qiziqishi ham o'lishi boshlaydi. Undan tashqari maktab va maktab orasidagi farq juda ham katta bo'ladi. Ya'ni yaxshi shahar, yaxshi tumandagi maktablar juda ham yaxshi, u yerda o'qituvchilar ham yaxshi bo'ladigan bo'lsa, biroz chekkaroq hududlarda holat umuman boshqacha. Maktabdagi remont ahvoli juda ham dabdala bo'ladi. Xullas, o'quvchilar ko'p, ba'zan juda ham sovuq, ba'zan juda ham issiq bo'ladi. Aynan o'quv xonalari. Shuning uchun ham farzandning fokusi ilm olishga emas, boshqa narsalarga tarqab ketadi va chalg'ishni boshlaydi. Shuning uchun ham farzand u yerda yaxshi ta'lim ola olmaydi. Va undan tashqari mana shu holatlardan kelib chiqib, ota-onalar farzandi uchun qo'shimcha, ya'ni repetitor tanlashga majbur bo'lishadi va bu ham ular uchun qo'shimcha xarajatni tug'diradi. Ana endi men sizga ota-onalarning yana bitta qiziq fikrlarini aytib o'taman. Ota-onalar ikkita farzandini turli xil maktablarga berib ko'rishgan. Ya'ni bittasini xususiy maktabga, ikkinchisini bo'lsa davlat maktabiga berishgan. Natija nima bo'lgan deb o'ylaysiz? Xususiy maktabga borgan bola muvaffaqiyatli, davlat maktabiga borgan bola bo'lsa muvaffaqiyatsiz bo'lgan deb o'ylaysizmi? Yo'q. Natijalar har doim har xil chiqqan. Ya'ni ularning muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz bo'lishi avvalo bolaning shaxsiyatiga, uni qiziqishlariga va uni qiziqishini to'g'ri baholashlariga, maktabdagi muhit va eng asosiysi oila ichidagi muhitga bog'liq bo'lgan. Shuning uchun bitta narsani tushuna olishimiz kerak. Muvaffaqiyat bu xususiy maktab yoki davlat maktabi emas. Avvalo bolaning shaxsiyati, uni qiziqishlari va uni to'g'ri yo'naltirishimizda va oilaviy muhitimizni to'g'ri shakllantirishimizdadir. Xo'p, keling endi xususiy maktabni afzalliklari va kamchiliklarini birma-bir sanab o'tamiz. Xususiy maktablarning afzalliklari: kichik sinflar, individual yondashuv, zamonaviy metodikalar, ko'pincha xorijiy dasturlar asosida ta'lim, chet tili va aniq fanlarga chuqur e'tibor, qo'shimcha xizmatlar, ovqatlanish, transport, xavfsizlik, ba'zan psixolog xizmati, sport, san'at, robota texnika kabi qo'shimcha yo'nalishlar dastur ichiga kiritilgan. Xususiy maktabning kamchiliklari: narxi yuqori, oylik to'lov oilaviy byudjetga jiddiy yuk bo'lishi mumkin. Sifat bir xil emas. Har bir xususiy maktab professional emas, tanlashda diqqat talab qiladi. Ba'zan qulay muhit bolani real hayot qiyinchiliklaridan uzoqlashtirib qo'yishi mumkin. Xususiy maktabning uyga yaqin bo'lmasligi yo'lda juda ham ko'p vaqtni olib qo'yishi mumkin. Xo'sh, xususiy maktabning afzalligi va kamchiliklarini ko'rib chiqdik. Ana endi davlat maktablarining afzalligini va kamchiliklarini birma-bir sanab beramiz. Davlat maktablarining afzalliklari: mutlaqo bepul, ya'ni oilaviy byudjetga yuk solmaydi. Odatda uyga yaqin, vaqtingizni tejaydi. Turli ijtimoiy muhitdagi bolalar bilan muloqot, hayotiy tajriba beradi. So'nggi yillarda davlat maktablarida ham islohotlar, zamonaviy metodikalar joriy qilinmoqda. Davlat maktablarining kamchiliklari: sinflar katta, ya'ni o'quvchilar ko'p bo'lishi mumkin. Bu degani individual e'tibor kamroq bo'ladi. Maktablarning ichidagi sifat farqlari juda ham katta bo'ladi. Hamma davlat maktabi ham bir xil emas. Qo'shimcha yo'nalishlar: chet tili, IT, sport,
ko'pincha maktabdan tashqarida qidirilish kerak bo'ladi, ya'ni repetitorga qo'shimcha pul sarflaysiz degani. Ana endi farzandimiz uchun to'g'ri maktab tanlashimizda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan muhim jihatlar bor. O'zbekistonda so'nggi yillarda xususiy maktablarning soni juda ham ortib boryapti. Bugungi kunga kelib Toshkentning o'zida 100 dan ortiq xususiy maktablar bor va ularning ko'pchiligi chet el metodikasidan foydalanadi. Masalan, Cambridge metodikasi. Shuni ham unutmasligimiz kerakki, O'zbekistonda bepul, lekin xususiy maktablardan qolishmaydigan bir nechta maktablar bor. Misol uchun, Prezident maktablari, ixtisoslashtirilgan maktablar. To'g'ri, u yerda o'quvchilar tanlab olinadi, lekin u yerdagi ta'lim ham shunga yarasha bo'ladi. Va undan tashqari, oddiy davlat maktablarida ham ta'limga bo'lgan e'tibor bugungi kunda ancha kuchaymoqda. Chet eldan turli xil metodikalarni olib kelib, o'zimizda qo'llashyapti va undan tashqari turli xil texnologiyalar ham maktablarimizga endi kirib kelmoqda. Bu shuni anglatadiki, O'zbekistonda xususiy maktab yaxshi, davlat maktabi yomon degan tushunchani o'zi yo'q. Ya'ni bizda davlat maktablarida ham juda ham zo'r bo'lgan maktablar bor va xususiy maktablarda ham davlat maktabidan qolishmaydigan maktablar bor. Ya'ni biz endi har bittasini sinchkovlik bilan tekshirishimiz va farzandimizga qaysi biri to'g'ri kelishligini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Bu degani bizdagi maktab tanlashdagi mas'uliyat yana ham ortadi. Sizga xususiy maktab to'g'ri keladimi yoki davlat maktabimi? Oldin tekshirasiz, aniqlaysiz, ko'nglingiz to'q bo'lgandan keyin o'zingiz xohlaganingizga berasiz. Ana endi videomizni eng qiyin joyga ham yetib keldik. Ya'ni qaror qabul qilish. Xo'sh, biz qaror qabul qilishimiz uchun nima kerak? Aynan mana shu savollarga javob bo'ladigan 8 ta savol tuzib chiqdik. Va siz mana shu 8 ta savolni hozir mendan eshitasiz va javobingizni izohlar bo'limida birin-ketin birinchi, ikkinchi, uchinchi ko'rinishida javoblaringizni yozib ketasiz. Tayyormisiz? Boshladik. Birinchi savol. Budjet. Ya'ni siz farzandingizni katta oylik to'lash evaziga xususiy maktabda o'qitishga tayyormisiz? Ya'ni deylik, sizda bitta farzand bo'lmasligi mumkin. 2 ta, 3 ta, 4 ta hammasini ham xususiy maktabga bera olasizmi yoki yo'q? Buni izohlar bo'limida yozing. Ikkinchisi, masofa. Ya'ni siz farzandingizni bermoqchi bo'lgan xususiy maktabning masofasi sizni yashab turgan joyingizga qanchalik yaqin yoki uzoq. Siz farzandingizni yoki farzandlaringizni maktabga o'zingiz olib kelib qo'ya olasizmi? Shu savolga ham javob yozib keting. Uchinchi, sinfdagi o'quvchilarning soni. Ya'ni o'quvchilar haddan tashqari ko'p emasmi? O'qituvchini sizni farzandingizga vaqti qoladimi yoki yo'qmi? Shuni tekshiring. To'rtinchisi, o'qituvchilar. Ya'ni siz o'sha farzandingizni bermoqchi bo'lgan xususiy maktabga borib, u yerdagi o'qituvchilarning malakasi, tajribasini tekshirib qo'ying. Eng muhimi, siz maktab emas, yaxshi o'qituvchi topishingiz kerak. Shundagina farzandingiz yaxshi natijaga erisha oladi. Beshinchisi, farzandingizni xarakteri. Ya'ni siz oldin o'z farzandingizni xarakterini yaxshi bilib olishingiz kerak bo'ladi. U kamgapmi, unga individual ta'lim kerak bo'ladimi yoki u hamma bilan chiqishib keta oladigan insonmi? Shuni bilib olishingiz kerak bo'ladi. Oltinchisi, siz farzandlarini xususiy maktabga bergan ota-onalarning fikrlarini biling. O'sha siz farzandingizni bermoqchi bo'lgan xususiy maktabning ijtimoiy tarmoqlariga kiring va izohlarni o'qib chiqing. Yoki yaqin atrofingizda, qo'shningizda, qarindoshlaringizda u kim o'sha maktabga farzandini berganmi? Agar bor bo'ladigan bo'lsa, ular bilan gaplashing. Ularning fikrlari ham sizni qaror qabul qilishingizga juda ham katta yordam beradi. 7-savol. Siz har bitta maktabdan sinov kuni so'rang. Ya'ni davlat maktabi bo'ladimi, xususiy maktab bo'ladimi, biror kun farzandim darslarda qatnashib ko'rsin. U o'zini qanaqa his qiladi? Bu yerdagi bolalar bilan chiqishib keta oladimi? Bu yerdagi metodika farzandimga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Men buni aniqlashim kerak degan savolni ularga bering. Va sizni bitta qondiradigan narsa, hozir davlat maktablarida ham, xususiy maktablarda ham farzandingizni topshirdingiz. O'sha oyni o'zida agar sizga u yerdagi muhit yoqmaydigan bo'lsa, siz farzandingizni boshqa maktabga ko'chirishingiz mumkin. Ya'ni siz choraklik tugashini kutib o'tirmaysiz. Juda ham qulay. 8-si va eng muhimi. Endi bu savolni siz o'zingizga bering. Siz farzandingizga qancha vaqt ajrata olasiz? Ya'ni siz farzandingizni dunyodagi eng ideal maktabga bergan taqdiringizda ham siz farzandingizga o'zingiz vaqt ajratmasangiz, farzandingizni ta'limini rivojlanishi juda ham
past bo'ladi. Ya'ni oiladagi muhit qanchalik yaxshi bo'lsa, farzandning ta'lim olishi yana ham yaxshilanadi. Siz u bilan birgalikda dars tayyorlay olasizmi? Farzandingiz tushunmagan narsani unga o'rgata olasizmi? Aynan mana shu savollarga izohlar bo'limida javob qoldirib keting. Ana endi videoni boshidagi savolga javob beramiz. Xo'sh, xususiy maktab yaxshimi yoki davlat maktabimi? Umuman olib qaraganda, bu savolga universal bitta javobni o'zi yo'q. Qachonki xususiy maktab yaxshi bo'ladi, agar siz farzandingiz uchun to'g'ri maktab tanlay olsangiz, va davlat maktabi ham aynan shunaqa. Qachonki siz farzandingizni ta'limida o'zingiz ham ishtirok etmas ekansiz, farzandingizni xususiy maktabga berasizmi, davlat maktabiga berasizmi, natija bir xilligicha qolaveradi. Ya'ni siz farzandingizni o'zingiz tanlagan o'sha maktabga olib borib kela olasizmi yoki farzandingizni aynan o'sha maktabga borishini ta'minlab bera olasizmi? Agar xususiy maktabga beradigan bo'lsangiz, uni oylik xarajatini ko'tara olasizmi? 1-2 oydan keyin farzandingiz maktabdan qolib ketmaydimi? Xullas, bu yerda savollar berilgan. Aynan o'sha savollarga javobingiz qaysi maktab sizni farzandingizga mos ekanligini keltirib beradi. Kimdir uchun xususiy maktab eng to'g'ri qaror, kimdir uchun bo'lsa davlat maktabi. Muvaffaqiyatli farzandlar tarbiyalagan ota-onalarning yana bitta muhim eslatmasini sizga eslatib o'taman. Qanday maktab tanlashingizdan qat'iy nazar, farzandingizni uyda ta'lim olishiga ham e'tibor bering. Ayniqsa boshlang'ich ta'lim olayotgan paytda farzandingizni miyasi eng tez rivojlanayotgan paytiga to'g'ri keladi. Siz bunaqa paytda farzandingizni tanqidiy fikrlashi, matematik fikrlashi va diqqatini jamlashga yordam beradigan ko'nikmalarni unga o'rgatishingiz kerak bo'ladi. Agar siz farzandingizning matematik fikrlashi, tezkor hisoblash qobiliyatini va diqqatini kuchaytirmoqchi bo'lsangiz, Zehn bolalar uy maktabida aynan shu yo'nalishlarda onlayn mental arifmetika va bolalar uchun super matematika kursiga yangi qabul ochildi. Bu kurslar farzandingizni xususiy yoki davlat maktabida o'qishidan qat'iy nazar uning matematik tafakkurini kuchaytiradi, tezkor fikrlashga o'rgatadi va o'qishga bo'lgan qiziqishini o'stiradi. Va eng zo'r tomoni, birinchi sinov darsi bepul hisoblanadi. Bepul darsni qo'lga kiritish uchun hoziroq tavsifdagi qismga o'ting va havola orqali biz bilan bog'laning. Agar siz videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, unga bitta like bosishni va izohda o'z fikringizni yozib qo'yishni unutmang. Agar siz videoni manfaatli deb bilgan bo'lsangiz, uni yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying va bizga albatta obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling. Ko'rishguncha.